Meni shu oyog'im 2000-yildan buyon og'riydi. Kechqurun mana shu soat 6dan boshlab kechqurun 1-2gacha uxlamayman. Og'rib chiqadi, shu og'riq oyog'imni ushlab chiqardim. O dori-darmonlarim ta'sir qilmasdi. Shungacha mana shu 2000-yildan buyon ancha doktorlarga uchradim. Keyin o'sha remoproba topshirdim, yaxshi chiqdi deyishdi. Oxiri yaqinda yana oyog'im og'rib nima qilgandan keyin o'g'lim urushda keyin aya uchrayman bironta doktorga deb Shukurjonga keldim. Betga kelib o'sha Shukurjon aytgandan keyin Shukurjon tavsiyasi bilan analiz topshirdim. Analiz topshirgandan keyin shu qon analizimda necha shobadalash bor chiqdi. O'shanga nima qarshi dori-darmon qilishdi. Bu narsa 2 kunda bilintirdi. 2 kun og'rida kechqurun, hozir umuman kechqurun og'riqlar yo'q. O'z-o'zi og'riq boshlanganda, o'z-o'zi og'riq boshlangan, qon analizlar qilganman, boshqa bunga qarshi ukollar olganman. Vaqtincha to'xtab turib, keyin yana og'riq boshlanardi. Mana oldin shu oyog'im o'zim ish joyim mahallada, o'sha ishxonamga chiqquncha yo ko'chamiz boshiga chiqquncha oyog'im tortishib, og'rib qolardi. Damab 3-4 marta damab o'tirib, keyin ko'cham boshiga chiqib olardim. Hozir bu yerga kelib o'sha 2 kun, bugun 6-kun kelganimga, hozir umuman og'riqlar yo'q, yaxshi. Kechqurun ham og'rimayapti, yurganimda ham og'riqlar yo'q. Yaxshi, oldin juda yomon og'rirdi. Og'riq bo'lsa ham baribir yursam o'tib ketadi, yuraverganman-da. Menda ham bo'ldi shu yurib ketaturganimda men oyog'im og'rib qolsa, chetda qolib ketamanmikan o'tirib, hozimda yuraversam yurib ketamanmikan degan nima bo'lgan. Uy o'tgan nimamdan. Shu kechqurunlari bo'ladi-da, ko'proq shu soat 8dan 12gacha og'riq kuchayadi. Shunda oyog'imda nima qilib mushlab nima qilib o'tiraman-da, qilmagan nimam maz bo'lsa ham surkayman, dori bo'lsa ham ichaman. Shunda keyin 2larda qo'yib yuborib o'tib ketadi-da, yo o'zim charchab nima uxlab qolaman, shunda bilmay qolardim-da. Bu yerda sharoitlar esa yaxshi ekan. Hamma doktorlar o'z nimasini, kasbini ustalari ekan. Nimalarim hamshiralar ham o'z vaqtida kirib, har kuni 3 martadan davleniyamizni o'lchaydi. Nimalarimizni, ukollarimizni o'z vaqtida qilib qo'yishadi. Sharoitlar esa yaxshi ekan. Hamma ozoda xonamiz. Har kuni ertalab, kechga bet xonalar tozalab, kimda qanaqa kasallik bo'lsa, yaxshi shifo topaman, yaxshi doktorlarga borib uchrayman degan insonlarni shu yerga kelib davolanishiga tavsiya bildiraman-da, tavsiya qilaman. Bu yerda hammasi nimalar shifokorlar, hamshiralar o'zlarining ishlarini ustasi ekan. Oldindan bilardim bu yerda. Keyin o'zimda sherigim bor, yaqinda kelib davolanib ketdi. U kelib shuni tavsiya qilgandan keyin bo'lsa men borib o'sha nimaga uchray deb kelib uchradim-da Shukurjonga. Keyin davosini topdim, mana shifosini. Hozir mana umuman 4 kundan buyon og'riqlar yo'q. 100% umuman og'rigan yo'qda hozir oyog'im. Nimada boshqa kunlari kelmasimdan oldin shu kechga paytdan boshlanardi og'riq. Oyog'im shular. Hozir umuman uni og'riq degan narsa yo'q. 100% tuzaldim deyman-da endi. Shu vrachlar, o'sha doktorlar, o'zlari shifokorlar o'sha kasalga qarab analiz topshirdim bu yerda. Analiz javoblariga qarab o'zlari o'sha nimalarni, dori-darmonlar tavsiya qilishar ekan. Men ham shu analiz topshirdim, o'shanga qarab tavsiya qilishdi. O'shalar oldim, o'z vaqtida olyapman. Shundan shifo topdim o'z vaqtida olib.